Navbatdagi bemorimiz shikoyati bosh og'rishi, burun bitishi, surunkali gaybarit bilan ko'rilganda ekranda chapda qiyshaygan burun suyagi, ekranda o'ngda burun chig'anog'i. Burun chig'anoq naftizinlar bilan kichraytirganda ham shunchalik kichraygan. Burun chig'anog'i mustaqil suyagi bo'ladi, bu operatsiya qayta olinadi. Tepada ikkinchi burun chig'anog'i. Buni nima uchun ko'rsatyapmiz? Bu tarafda ikkinchi burun chig'anog'i shishib ketib, mana bu oraliqda gaymar bo'shlig'i tabiiy teshigini yopib qo'ygan va gaymarit surunkaliga aylanib qolgan bo'ladi. Operatsiya maqsadi bu yerni kengaytirish, mana bu shishib, burun suyagi qiyshligiga olib tashlash, mana buni olib tashlash. Rahmat hammaga. Septoplastika, turbinoplastika, bir tomonlama gaymarotomiya operatsiyasi tugatildi, chiroyli bo'ldi. Ko'rilganda ekranning o'ng tarafida burun to'sig'i tekislangan, shu yerda suyaklar ko'rgan bo'ladi. Bu chig'anoqlar turbina qilingandan keyingi holat. Ikkinchi qarama-qarshi tarafda aytganimizdek gaymar bo'shlig'ining tabiiy teshigi kengaytirib qo'yildi. Ozgina polipli o'zgarishlar bor. Hammasi yaxshi. Umuman hammaga rahmat.